motivatsiya quyib yotibdi. Tashkilotda bir burchakda ko'rgan mana teplitsa haqida aytib qo'ymoqchiman. Aytdim mana limonga teplitsa qilib limonariya qilib qo'yishgan ekan. Ozgina joyda endi. Qancha chiqadi? Bir soat chiqmaydi bitta. Где-то 5ga 10 mi, 5ga 8 mi yo 6ga 8 mi shunaqa xullas. Joyga teplitsa qilib qo'yishgan ekan. Yoz ichi mana ochiq turar ekan. Onda sonda ozgina suv berib qo'yinglar ekan. Tagiga ishlov berish, bir boshqa balobatlar, boshqa balolar yo'q ekan. Endi ko'ringlar, bu hosilni ko'ringlar. Juda serob, yaxshi qilgan. Quyib yotibdi. Ko'p hosil qilgan. Endi xo'p, men bu bilan nima demoqchiman? Har qanday bir deylik, kam ta'minlangan oila bo'ladimi? Umuman farqi yo'q. Kam ta'minlangan bo'lish shart emas mehnat qilish uchun. Har qanday odamda uchastkada yashaydigan odamda bo'lmadi deganda shunaqa joyi bo'ladi-da. Kichkinagina bir 6ga 8 bir 10 metr degan joylar agarotchasi bo'ladi. Shunga shunaqa narsa qilib qo'ysa ham deyarli mehnat qilmasdan, prosta ekib qo'yganligini o'zidan hosilini olib, bemalol sotib foydalansa bo'lar ekan. Bir maktabning bir chekkasidagi shu limonariyani sizlarga tanishtirib o'tyapman. Demoqchi bo'lganim, mashin bilan ham uncha-muncha daromad qilib, ro'zg'orga o'ziga o'zi yordam qilsa bo'ladi. Hozirgi kunda limonning narxi bozorda 40 ming 50 ming sotilyapti kilosiga. Demoqchi bo'lganim, bekor yurmanglar, bekor o'tirmanglar, foydalaninglar har qanday joydan imkon qadar o'zlaringga va atrof muhitga foydasi tegadigan ish qilishga harakat qilinglar. Bu mendan sizlarga motivatsiya.